Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men avgust oyidan kuchga kiradigan muhim o'zgarishlar haqida juda aniq va sodda qilib tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Pensionerlar, nafaqa olayotganlar, subsidiya kutayotganlar, ish haqi oladiganlar, tadbirkorlar, talaba farzandi bor ota-onalar va davlat xizmatlariga murojaat qiladigan fuqarolar buni bilishi shart. Chunki birgina hujjatni vaqtida topshirmaslik, arizani noto'g'ri yozish yoki yangi tartibdan bexabar qolish pul yo'qotishga, imtiyozdan quruq qolishga yoki ortiqcha yugurga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun nima o'zgargani, kimlarga yengillik bo'lgani, kimlar ehtiyot bo'lish kerakligi, qayerga murojaat qilish va qanday hujjat tayyorlash kerakligini birma-bir aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday yangiliklarni o'z vaqtida bilgan odam yutadi. Kech eshitgan odam esa ko'pincha navbatda qoladi. Avvallari odamlar ko'p masalada bir idoradan ikkinchi idoraga yurishga majbur bo'lardi. Masalan, ijtimoiy nafaqa yoki subsidiya olish uchun fuqaro avval mahallaga boradi, keyin bandlikka boradi, keyin soliqdan ma'lumot kerak bo'ladi, keyin kadastr, bank, pensiya jamg'armasi yoki boshqa tashkilotdan tasdiq so'raladi. Oddiy bir oilaning daromadi, uy-joyi, farzandlari soni, nogironligi bor yo'qligi yoki ish bilan bandligi davlat bazalarida bo'lsa ham fuqarodan yana qog'oz ko'rinishda hujjat talab qilinardi. Endi avgust oyidan boshlab asosiy e'tibor shunga qaratilmoqda. Davlat fuqarodan o'zida bor ma'lumotni qayta so'ramasligi kerak. Ya'ni agar sizning pasport ma'lumotingiz, nikohingiz, farzandlaringiz, ish joyingiz, pensiya yoki nafaqa holatingiz davlat bazasida bo'lsa, idora sizni qog'oz ortidan yugurtirmasligi kerak. Bu o'zgarishning eng katta foydasi shundaki, vaqt tejaladi, navbat kamayadi, tanish bilish izlashga ehtiyoj pasayadi va eng muhimi, oddiy odam huquqini talab qilishni osonroq boshlaydi. Lekin bu yerda bir muhim jihat bor. Tizim avtomatlashgani bilan fuqaro butunlay befarq bo'lib o'tirmasligi kerak. Chunki bazadagi ma'lumot eski bo'lishi mumkin, daromad noto'g'ri ko'rinishi mumkin, yashash manzili yangilanmagan bo'lishi mumkin, oilaviy holat o'z vaqtida kiritilmagan bo'lishi mumkin. Shunday holatda tizim sizga tegishli yordamni rad etish yoki kechiktirishi mumkin. Demak, yangi tartib yengillik beradi, ammo ma'lumotlarni tekshirish mas'uliyat baribir fuqaroning o'zida qoladi. Birinchi katta o'zgarish davlat xizmatlarida ortiqcha hujjatlar qisqarishi bilan bog'liq. Endi ko'plab holatlarda fuqaro o'zining shaxsini, oilaviy tarkibini, doimiy ro'yxatini, pensiya yoki nafaqa olishini, soliq qarzi bor yo'qligini alohida qog'oz bilan isbotlab yurmasligi kerak. Masalan, siz farzandingiz bog'cha uchun navbatga qo'yayotgan bo'lsangiz, ayrim ma'lumotlar elektron bazadan olinadi. Sizdan esa asosan ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va zarur bo'lsa, imtiyoz beruvchi holatni tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Ikkinchi o'zgarish ijtimoiy yordamlar va subsidiyalarni ko'rib chiqish tartibiga taalluqli. Oldin fuqaro ariza bergandan keyin uning arizasi qayerda turganini bilmay, bir necha marta mahalla yoki tegishli idoraga borardi. Endi jarayon bosqichma-bosqich elektron kuzatilishi kerak. Bu degani ariza qabul qilindi, tekshiruvda qo'shimcha ma'lumot kerak, tasdiqlandi yoki rad etildi degan holatlar aniq ko'rinishi lozim. Men buni juda muhim deb bilaman. Chunki shaffoflik bo'lmagan joyda odam asabiylashadi, xodimga bog'lanib qoladi va o'z huquqini qanday himoya qilishni bilmaydi. Uchinchi o'zgarish ayrim to'lovlar va imtiyozlar bo'yicha ma'lumot almashinuv kuchaygani bilan bog'liq. Masalan, oila kam ta'minlangan deb topilishi uchun faqat og'zaki aytilgan daromad emas, bankdagi tushumlar, rasmiy ish haqi, tadbirkorlik faoliyati, mulk va boshqa ko'rsatkichlar ham tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan ham, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tomoni bilan ham muhim. Yaxshi tomoni, haqiqatan yordamga muhtoj odamlarni aniqlash osonlashadi. Ehtiyot tomoni, kimdir o'z nomiga mashina, uy, firma yoki bank kartasi ochib qo'ygan bo'lsa, lekin bundan real foydalanmayotgan bo'lsa ham, tizim buni daromad yoki moliyaviy imkoniyat belgisi sifatida ko'rishi mumkin. To'rtinchi o'zgarish murojaatlarini ko'rib chiqish muddatlariga tegishli. Fuqaro ariza bergandan keyin javob cho'zilib ketmasligi, idora esa aniq muddat ichida javob berishi kerak. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi tushunarli yozilishi shart. Masalan, talabga javob bermaydi degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi talabga javob bermadi, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi ma'lumot noto'g'ri, qaysi band asosida rad qilindi. Mana shular ko'rsatilishi kerak. Fuqaro shunda xatosini tuzatadi yoki asos bo'lmasa shikoyat qiladi. Eng avvalo,
Bu o'zgarish pensionerlar va nafaqa oluvchilar uchun yaxshi. Chunki yoshi katta insonlar har safar idoraga borib, navbat kutib qog'oz to'plashi og'ir. Agar ma'lumotlar elektron olinadigan bo'lsa, pensionerning o'zi kamroq yuradi. Masalan, altaqachi yoshli otaxon uy-joy subsidiyasi yoki kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz so'ramoqchi bo'lsa, undan pensiya olishini tasdiqlovchi alohida ma'lumotnoma talab qilinmasligi kerak. Tizim buni pensiya jamg'armasi ma'lumotidan ko'radi. Ikkinchi guruh kam ta'minlangan oilalar. Agar oilada 4 nafar farzand bo'lsa, ota rasmiy ishda 2 million 500 ming so'm oladigan bo'lsa, ona vaqtincha ishlamayotgan bo'lsa, ijara to'lovi bor bo'lsa, bunday oila yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Avval bunday oilalar ko'p joyga borib, daromad, oila tarkibi, farzandlar tug'ilganligi, yashash joyi haqida hujjat to'plardi. Endi arizada asosiy ma'lumotlar elektron tekshirilib, oilaning real holati tezroq baholanishi kerak. Lekin men bu oilalarga shuni maslahat beraman. Daromadingizni yashirmang. Kartaga tushgan pullar haqida noto'g'ri ma'lumot bermang. Chunki elektron tekshiruv kuchaygan. 3-guruh talabalar va ota-onalar avgust oyi odatda o'qish, kontrakt, ijara, yotoqxona, stipendiya, ta'lim krediti masalalari ko'payadigan davr. Agar oilada talaba farzand bo'lsa, ta'lim krediti, kontrakt to'lovi, yotoqxona navbati yoki ijara masalasida davlat xizmatlari orqali murojaat qilishda elektron ma'lumotlar juda kerak bo'ladi. Masalan, talaba o'z nomidan ariza beradi, lekin oilaviy daromad, ota-onaning ish haqi, o'qish joyi va shartnoma summasi tekshirilishi mumkin. Agar hujjatda bitta harf xato bo'lsa, familiya pasportdagidan boshqacha yozilgan bo'lsa yoki telefon raqami noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ariza kechikadi. 4-guruh kichik tadbirkorlar. Ayrim davlat xizmatlari, ruxsatnomalar, soliq ma'lumotlari. Xodimlarni rasmiylashtirish, ijara shartnomalari bo'yicha elektron tizimlar kengaymoqda. Bu tadbirkorga qulay, chunki u har bir masala uchun idora yurmasligi mumkin. Lekin tadbirkorlar uchun xavf ham bor. Hisobotni vaqtida topshirmaslik, faoliyat manzilini yangilamaslik, bank aylanmalarini tushuntirib bera olmaslik keyinchalik jarima yoki tekshiruvga sabab bo'ladi. Shuning uchun men kichik biznes egalariga avgustdan boshlab shaxsiy kabinetlarini, soliq kabinetini, bankdagi hujjatlarini va xodimlar bilan shartnomalarni tartibga keltirishni tavsiya qilaman. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, daromadingiz rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa va davlat xizmatlaridan foydalanayotganda arizani to'g'ri to'ldirsangiz, ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Yangi tartib sizni qiynamasligi, aksincha ishni tezlashtirish kerak. Masalan, oilada er-xotin rasmiy ishlaydi. Farzandlar tug'ilganligi guvohnomasi tizimda bor. Uy kadastri to'g'ri rasmiylashtirilgan. Bank kartalari o'z nomida va tushumlar tushunarli. Bunday oila subsidiya yoki davlat xizmatiga murojaat qilsa, tizimda chalkashlik kam bo'ladi. Ammo mening hammasi joyida deb o'ylab ham tekshirmaslik xato. Chunki ba'zida eski propiska, eski familiya, nikohdan keyingi ma'lumot, tug'ilgan sana yoki pasport seriyasidagi bitta raqam ham muammo chiqaradi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan oila uy-joy subsidiyasiga ariza bermoqchi. Ota 3 million so'm rasmiy maosh oladi. Ona uyda 3 nafar farzand bor. Oilaning nomida eski qishloq hovlisi bor. Lekin u hovli bobodan qolgan va amalda boshqa qarindoshlar yashaydi. Tizim esa mulk bor deb ko'rsatishi mumkin. Natijada subsidiya rad etilishi ehtimoli paydo bo'ladi. Bunday holatda fuqaro kadastr ma'lumotini tekshirishi, mulkdagi ulush qancha ekanini aniqlashi, agar mulkdan real foydalanmasa yoki huquqiy holat murakkab bo'lsa, tegishli hujjatlarni tayyorlab izoh bilan murojaat qilish kerak. Ikkinchi misol. 32 yoshli ayol kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz yoki kompensatsiya masalasida murojaat qiladi. U pensiya oladi. Lekin yashash manzili hali eski tuman bo'yicha turibdi. Amalda esa qizi bilan boshqa manzilda yashaydi. Tizim uning haqiqiy yashash joyini aniqlay olmasa, ariza cho'zilishi yoki noto'g'ri hududga yuborilishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar birinchi navbatda yashash manzili, kadastr, kommunal abuna raqamlari va pasport ma'lumotlarini tekshirishi kerak. 3-misol. Talaba kontrakt to'lov uchun ta'lim krediti olmoqchi. Uning shartnoma summasi 12 million so'm. Ota-onasi esa rasmiy ishda emas. Bank yoki elektron tizim daromadini tekshiradi. Agar oilada rasmiy daromad ko'rinmasa, kredit shartlari bo'yicha qo'shimcha kafillik, garov yoki boshqa talab paydo bo'lishi mumkin. Talaba avval o'qish joyidan shartnomani olishi, pasport ma'lumotlari to'g'riligini tekshirishi
Bankka borishdan oldin qaysi hujjatlar kerakligini aniqlashi zarur. 4-misol. Kichik do'kon egasi soliq hisobini yuritadi, lekin ijaraga olingan joy bo'yicha shartnoma rasmiy kiritilmagan. Avgustdan keyin elektron ma'lumotlar ko'proq bog'langani sari faoliyat manzili ijara. Kassa tushumi va xodimlar ma'lumoti bir-biriga solishtirilishi mumkin. Agar kassa bor, savdo bor, lekin xodim rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu savol tug'diradi. Men bunday tadbirkorlarga hujjatlarni oldindan tartibga keltirishni, buxgalter bilan bir marta to'liq tekshiruv qilishni maslahat beraman. Birinchi nozik jihat. Hamma xizmat ham avtomatik bo'lib qolmaydi. Ayrim hollarda baribir fuqaroning shaxsan borishi talab qilinadi. Masalan, biometrik ma'lumot, notarial tasdiq, mulkni rasmiylashtirish, sud hujjatlari yoki maxsus tekshiruv talab qiladigan masalalarda shaxsning o'zi ishtirok etishi mumkin. Shuning uchun endi hammasi telefonda bo'ladi deb o'ylash noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat. Elektron baza xato qilishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamning farzandi tizimda ko'rinmaydi. Nikoh holati yangilanmagan bo'ladi. Eski pasport seriyasi chiqadi. Uy manzili noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Bunday vaziyatda asabiylashib, davlat bermayapti deb o'tirishdan foyda yo'q. Xatoni topish kerak. Qaysi baza noto'g'ri, fadey, kadastr, soliq, pensiya, bank yoki mahalla tizimimi, shuni aniqlab yozma murojaat qilish kerak. Uchinchi nozik jihat, karta orqali kelgan pul ham savol tug'dirishi mumkin. Masalan, siz qarindoshingizdan har oy 20 million so'm qarz olasiz yoki chet eldagi farzandingiz yordam yuboradi. Tizim buni doimiy tushum sifatida ko'rishi mumkin. Agar siz ijtimoiy yordam so'rasangiz, bu pul oilaviy daromad sifatida baholanishi ehtimoli bor. Shuning uchun katta summalar bo'yicha tushuntirishga tayyor bo'ling. Qarzdorlik bo'lsa, oddiy tilxat, pul yuborgan shaxsning izohi, bank ko'chirmasi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, mulk faqat uy emas. Avtomobil, yer uchastkasi, noturar joy, ulush, hatto ishlamayotgan firma ham ayrim holatlarda hisobga olinadi. Masalan, sizning nomingizda 10 yil oldin ochilgan MCJ bor, faoliyat yuritmaydi, lekin yopilmagan ijtimoiy yordam so'raganingizda tizim sizni tadbirkor sifatida ko'rishi mumkin. Shuning uchun eski firmalar foydalanilmayotgan estir holati, soliq qarzi va bank hisob varaqlarini tekshirish zarur. 5-nozik jihat. Arizada yolg'on ma'lumot berish keyin muammo qiladi. Ba'zi odamlar daromadim yo'q deb yozadi, lekin kartasiga muntazam pul tushadi yoki mulkim yo'q deydi. Lekin kadastrda ulushi bor. Agar yordam noto'g'ri ma'lumot asosida berilgan bo'lsa, keyin uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu juda og'ir holat, chunki odam pulni ishlatib yuboradi, keyin qarzdor bo'lib qoladi. Shuning uchun men doim aytaman, arizada haqiqatni yozing, lekin haqiqatni to'g'ri tushuntiring. Endi eng kerak qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSSHIR raqami to'g'ri yozilgan bo'lsin. Agar yaqinda turmush qurgan bo'lsangiz, familiya almashgan bo'lsangiz yoki pasport yangilagan bo'lsangiz, barcha tizimlarda ma'lumot yangilanganini tekshiring. Ikkinchi qadam, oilaviy tarkibni tekshiring. Farzandlaringiz tug'ilganligi, nikoh, ajrim, vasiylik, nogironlik holati kabi ma'lumotlar FHDYO va tegishli bazalarda to'g'ri bo'lishi kerak. Agar farzandingiz boshqa manzilda ro'yxatda tursa, lekin siz bilan yashasa, bu ayrim yordam turlarida savol tug'diradi. Bunday holatda mahalladan yoki tegishli idoradan real yashash holatini tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. 3-qadam, daromad va bank tushumlarini tartibga soling. Ish joyingiz rasmiy bo'lsa, mehnat shartnomasi borligini tekshiring. Agar norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy yordam masalasida bu muammo bo'lishi mumkin. Chunki tizim daromadni ko'rmaydi, lekin sizning real xarajatlaringiz bor. Agar kartangizga ko'p pul tushsa, bu pullarning manbasini tushuntira oladigan bo'ling. Bank ilovasidan ko'chirma olishni o'rganing. 4-qadam, mulk ma'lumotlarini tekshiring. Kadastr hujjati, uy-joy ulushi, avtomobil, yer, eski firma yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik holati bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Agar sizning nomingizda aslida foydalanmayotgan mulk bo'lsa, huquqiy holatini aniqlang. Ba'zida meros bo'lingan, lekin rasmiy ajratilmagan mulk ijtimoiy yordamga ta'sir qiladi. Buni oldindan bilgan odam rad javobini olgandan keyin emas, ariza berishdan oldin tayyorlanadi. 5-qadam, arizani shoshmasdan to'ldiring. My.uz Davlat xizmatlari markazi yoki mahalla orqali murojaat qilayotgan bo'lsangiz, telefon raqami, manzil, bank karta raqami, pasport ma'lumoti,
Oilaviy holat va so'ralayotgan xizmat nomini aniq yozing. Yordam kerak deb umumiy yozmang. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida bolalar nafaqasi tayinlashni so'rayman yoki uy-joy sharoitimni yaxshilash uchun subsidiya ajratish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb aniq yozing. 6-qadam. Ariza raqamini saqlab qo'ying. Bu juda muhim. Ko'p odam ariza topshiradi, lekin kvitansiya, SMS, ariza raqami yoki murojaat sanasini saqlamaydi. Keyin men topshirgan edim deydi, ammo isbotlash qiyin bo'ladi. Har bir murojaat bo'yicha skrinshot qiling. Qog'oz kvitansiyani rasmga oling, SMSni o'chirmang. Agar 10 kun, 15 kun yoki belgilangan muddat o'tsa, aynan shu raqam bilan qayta murojaat qilasiz. 7-qadam. Rad javobini o'qimasdan tashlab yubormang. Rad javob kelgan bo'lsa, unda sabab yozilgan bo'lishi kerak. Masalan, daromad me'yordan yuqori hujjat yetishmaydi. Mulk mavjud, yashash manzili mos emas, ariza noto'g'ri to'ldirilgan. Agar sabab to'g'ri bo'lsa, xatoni tuzating. Agar sabab noto'g'ri bo'lsa, yozma e'tiroz bering. Og'zaki tortishuvdan ko'ra yozma murojaat kuchliroq ishlaydi. 8-qadam. Murojaatda aniq talab qo'ying. Masalan, arizamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Rad etish sababini yozma ravishda tushuntirishingizni so'rayman. Ma'lumotlar bazasidagi xatoni tuzatishingizni so'rayman. Qaysi hujjat yetishmayotganini ko'rsatishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz, idora ham aniq javob berishga majbur bo'ladi. Agar masala davlat xizmatlariga tegishli bo'lsa, eng qulay yo'l davlat xizmatlari markazi yoki My.Bongub.uz portali orqali murojaat qilish. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda xodim arizani qabul qilishi, xizmat turini tanlashi va sizga ariza raqamini berishi kerak. Agar masala ijtimoiy yordam, nafaqa, oilaviy ahvol yoki mahalla orqali ko'riladigan masala bo'lsa, mahalla yettiligi yoki tegishli mas'ul xodimga murojaat qilasiz. Lekin og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, sanasini qo'ying. Qabul qilinganini tasdiqlating. Agar keyin keling deyishsa, qaysi hujjat yetishmayotganini yozma yoki aniq ro'yxat qilib so'rang. Agar masala pensiya yoki nafaqa hisob-kitobiga tegishli bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. Ish staji, ish haqi arxiv ma'lumotlari, nogironlik hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik holati kabi masalalarda eski hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Bunday holatda avval ro'yxatni aniqlab oling, keyin arxivga boring. Aks holda bir hujjat uchun 2-3 marta qatnashga to'g'ri keladi. Agar masala soliq, tadbirkorlik yoki bank tushumlari bilan bog'liq bo'lsa, soliq kabinetini tekshiring. Buxgalter bilan maslahat qiling, bank ko'chirmasini oling. Ayniqsa tadbirkorlar avgust oyidan keyin barcha elektron xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Soliq kabinetiga kelgan xabarni o'qimaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Odatda sizga ID karta yoki pasport, JSSHIR raqami, telefon raqami, bank karta ma'lumoti, oilaviy tarkibga oid hujjatlar, daromadni tasdiqlovchi ma'lumot, mulk hujjatlari, ijara shartnomasi, nogironlik guvohnomasi. Talaba bo'lsa o'qish joyidan shartnoma yoki ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir xizmatda ro'yxat farq qiladi, lekin men aytgan hujjatlar eng ko'p uchraydigan asosiy hujjatlar. Muhim tavsiya. Hujjatlarning rasmini telefonda alohida papkada saqlang. Pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, kadastr ijara shartnomasi, bank rekvizit talaba shartnomasi kabi hujjatlar kerak bo'lganda tez topiladi. Lekin bularni begona odamlarga yubormang. Telegramda yordam qilib beraman degan noma'lum shaxslarga pasport rasmi, karta raqami, SMS kod yoki elektron imzo ma'lumotlarini berish juda xavfli. Yana bir muhim ogohlantirish. Hech kim sizdan yordam tayinlash uchun oldindan pul talab qilmasligi kerak. Agar kimdir men tanish orqali tezlashtiraman, buning uchun falon pul berasiz desa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lov bo'lsa kvitansiya bo'ladi. Rasmiy to'lov bo'lmasa, pul berish keyin o'zingizga muammo bo'lishi mumkin. Demak, avgust oyidan boshlab asosiy o'zgarishlar fuqarolarga qulaylik yaratish, ortiqcha hujjatlarni kamaytirish, arizalarni elektron kuzatish, ijtimoiy yordam va davlat xizmatlarida ma'lumotlarni aniqroq tekshirish bilan bog'liq. Bu yaxshi xabar, chunki odamlarning vaqti tejaladi. Idorama-idora yurish ko'mayadi. Lekin shu bilan birga har bir fuqaro o'z ma'lumotlarini tartibga keltirishi kerak. Men sizga eng muhim fikrni yana bir bor aytaman. Hujjatlaringizni tekshiring, arizani aniq yozing, ariza raqamini saqlang. Rad javobi kelsa sababini o'qing va kerak bo'lsa yozma e'tiroz bering. Yangi tartibdan eng ko'p foyda oladigan odamlar befarq o'tirmaydigan, hujjatini oldindan tayyorlaydigan va o'z huquqini
madaniyatli tarzda talab qiladigan fuqarolardir. Sizningcha avgustdagi bu o'zgarishlar odamlarning ishini haqiqatan yengillashtiradimi yoki amalda yana muammolar chiqadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan ma'lumot butun oilaning pulini, vaqtini va asabini saqlab qolishi mumkin.